Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. 2-oktyabr sanasini boshladik. Kattaqo'rg'ondamiz. Otajonimizni, onajonimizni birgalikda xursand qilish uchun kelganmiz. Bugun aslida kelinlarni tavallud ayyomlari, lekin otajonimizni, onajonimizni xursand qilmoqchimiz albatta. Farzandlar tomonidan chiroyli surprizlarni yetkazamiz. Chiroyli surprizimiz bor. Sir kuzatib turing. Huzurlar narigi brilliant profilimizda hamma istoriyalarni qo'yib boramiz. Kuzatib turinglar. Otajon keling marhamat, davramizga keling. Keling onajon marhamat, birgalikda keling Ortda qolar izlarim degan umtilab duolar qilgan mehnat qilib tinmagan otam umtilab duolar qilgan mehnat qilib tinmagan otam otajonim mehribonim qadrdonim otajonim mehribonim qadrdonim. Yana bir bora assalomu alaykum otajon, onajon, assalomu alaykum. Sizlarni tabriklab, xursand qilish uchun keldik. Albatta, chiroyli qarsanglaringiz bo'lsin aziz mehmonlar. Shifodagi Gulandonona bugun sizlarni tabriklab keldik. Faqat topishlaringiz kerak kim nomidan kelganligimizni. Kim deb o'ylaysiz? Mana shunday xursandchilik kunda sizlar uchun mana shunday surprizlarni uyushtirgan inson kim bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Qaysinisini ko'proq yaxshi ko'rasiz? Hammasi. Qarsanglar bo'lsin. Haqiqatda barcha farzandlaringiz birinchi galda Jahongir akamizni o'zligi qolaversa, Nuriya opamiz, uzoqda bo'lishiga qaramasdan E'zoz opamiz, va albatta sizning keliningiz Asalbonu yangamiz mana shu yerda bugungi kunni sababchisi bo'lgan inson albatta sizlar uchun chiroyli surprizlarni uyushtirib harakat qilyapti. Albatta sizlarga rahmat aytish uchun, sizlarning ko'nglingizni ko'tarish uchun albatta biz akamiz bilan gaplashdik, qizlaringiz bilan gaplashdik. Qanaqangi so'zlar va yetkazib qo'yaman deganimda birinchi galda bizning mehribonimiz, onajonimiz, otajonimizga rahmat aytib qo'ysangiz bu hayotda borliklari uchun juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz, borliklariga shukr qilamiz. Borligi biz uchun jannat. Albatta mana shunday insonlarni farzand ekanligimizdan faxrlanamiz. Baxtimizga doimo sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Va'da beraman, eng yaxshi kunlarni, eng xursandchilik kunlarni, baxtli kunlarni ko'rsatish uchun men harakat qilyapman deyapti. Albatta Jahongir akamiz sizlarga rahmat aytyapti. Otamni bergan tarbiyasi bilan, onamni qilib turgan duolari bilan biz Allohga shukr mana shunday baxtli hayotda yashayapmiz. Sog' bo'lsin. Otam, onam birgalikda qo'sha qarasin ilohim. Umrlari uzoq bo'lsin. Dunyo turgancha tursin otajonim, onajonim sog' bo'lsalar bo'ldi albatta. Qizlaringiz bizning dardkashimiz, sirdoshimiz, onajonim, bizni ishonib suyana oladigan ishonchimiz, otajonimiz sog' bo'lsin, baxtimizga omon bo'lsin. Keliningiz onajonim sizga rahmat aytyapti. Onajonimga rahmat aytaman. Mana shu xonadonda meni baxtli yashashimni, yaxshimni oshirib, yomonimni yashiradigan inson sog' bo'lsin, baxtimga omon bo'lsin. Chunki meni o'zini qizlaridek qabul qilgan onajonim doimo baxtimizga omon bo'lsin. Duoga o'yimiz salomat bo'lsin albatta deya siz uchun bir she'r o'qib berishni iltimos qilgan bu barcha farzandlaringiz nomidan siz uchun albatta, sizlar uchun qabul qilasiz. O'sirdingiz birovlardan kam qilmasam, bolamdek ota-onam, boringizga shukronalar. Xonadonim fayzi bo'lar savlatimsiz, dunyolardan topib olgan davlatimsiz. Farishtamsiz, yagonamsiz, jannatimsiz. Ota-onam, boringizga shukronalar. Alloh jonim omon etar siz bo'lsangiz, tashvishlarim uzoq ketar siz bo'lsangiz. Biz farzandlaringizni boshimiz ko'klarga yetar siz bo'lsangiz. Otam, onam boringizga
ming shukronalar deya albatta mana shu she'rni siz javob berishga iltimos qildim. Chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin. Otajonimiz, onajonimiz uchun albatta sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunday xursandchilik kunlar bardavom bo'lsin. O'zi biz 26-sanada kelmoqchi edik, lekin ayrim sabablarga ko'ra bugunga Alloh nasib etgan ekan. Albatta mana shunday xursandchilik kunlarini ko'p hali nasibida bo'laylik birgalikda. Mana shunday xursandchilik kunlarini uyushtiraylik ilohim. Yetkazsa mana shunday xursandchilik kunlarga yana bir bor tabriklaymiz. Bugungi qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Marhamat qilib farzandlarni taklif qilmoqchimiz. Onajonimizni, otajonimizni yuzlaridan o'pib, bag'ringizga bosib tabriklab qo'yasiz albatta. Mana shunday chiroyli sovg'alarni, gullastalarni qabul qilasiz albatta. Qani kelinglar marhamat. Borsiz dadajon, dadam, 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 bu dunyoda eng yaxshi odam. Dadam, 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 yaxshiyamki siz borsiz dadam. Dadam, 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 bu dunyoda eng yaxshi odam. Dadam, 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 yaxshiyamki siz borsiz dadam. Beli mahkam, ko'ngli bo'sh faqat dunyodagi eng ulug' davlat. Yaxshiyam siz borsiz dadajon, siz borsizki yo'qkam u do'stim. Mehringizdan ulg'aydim o'sdim, sadoqatdan eng sodiq do'stim. Yaxshiyam siz borsiz dadajon. Dadam, 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 bu dunyoda eng yaxshi odam. Dadam, 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 yaxshiyamki siz borsiz dadam. Dadam, 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 bu dunyoda eng yaxshi odam. Dadam, 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 yaxshiyamki siz borsiz dadam. Albatta bugun qo'shaloq bayram. Qo'shaloq bayram sohibi albatta kelinimiz Asalbonuni ham davramizga taklif qilamiz. Sizlar uchun albatta bugungi bayram munosabati bilan mana shunday bayram shirinliklar olib kelingan. Farzandlar tomonidan qabul qilasiz. Marhamat, birgalikda topshiramiz. Azizlar, kelinglar. Happy birthday to you. Qani ketdi marhamat. Happy birthday. Qarsanglar bo'lsin. Hey! Yoshlikni istagan bo'ldi onajonimizga taqdim qilasiz albatta birgalikda. Qani marhamat. Olqishlar bilan. Vale.
Yana bir tabriklaymiz. Bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Xursandchilik kunlar muborak bo'lsin. Ana endi mana shu yerda barcha yaqinlar yig'ilgan albatta. Yaqinlar davrasida onajonimizga chiroyli tilaklarni eshitish uchun so'z bermoqchimiz. Navbatni marhamat. Yo'q, so'ngida duo qilasiz siz. Marhamat. Tilaklaringizni yetkazasiz kelinimiz uchun qolaversa otajonimiz. Yaqinlarga marhamat. Chiroyli duo qilib berasiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz, qadrdonlarimiz. Xush kelibsizlar xonadonimizga. Ukajon sizlarga ham rahmat. Mana bugun xo'jayinimizni tavallud topgan kunlari. Qolaversa Asalbonu kelinimni, Muhammad Aminjon nabiramni, Muhammad Azam nabirajonimni tug'ilgan kunlari, qo'shaloq tug'ilgan kunlar. Hammalariga sog'lik, salomatlik tilayman, ishlarda rivojlar tilayman. Bolajonlarim professorlar bo'lsin. Xor yigitlar bo'lsin. Allohimdan hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Xo'jayinim ham boshimizga omon bo'lsin, yuz yoshlarga kirsin. Hammalari sog' bo'linglar. O'zi uncha gap ham bilmayman. Toshkentdagi qizim Izoza xonim ham sog' salomat bo'lsin, qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Asalbonu kelinim ham kelin emas, qizim, qizlarimdan ham yaxshi. Rahmat, hammalaringizga sog' bo'ling. Ha, hammalaringizga rahmat. Bolajonlarim sog' bo'linglar. Dunyo turguncha turinglar. Rahmat akajon. Qarsaklar bo'lsin, rahmat. Rahmat iloho akalaringiz kelsin. Mana shu farzandlarni, nabiralarni baxti barkamonligini ko'raverishlik, rohatini ko'raverishlik birgalikda nasib etsin ilohim sizlarga. Ana endi otajon mana shu yerda farzandlar, keliningiz, qizlaringiz siz uchun harakat qilyapti. Rahmatlaringiz bo'lsa, marhamat yetkazasiz. Qolaversa duo qilaverasiz. Marhamat. Rahmat vallarim. Qo'shganlaringlar, qo'sha qaringlar, hammalaring. Nevaralarim sog' salomat bo'lsin. Mana Muhammad Aminimni ham tavallud kuni bugun. Muhammad Azam tavallud kuni. Yuzlarga kirsin shu ballalarim. Olimlar bo'lsin. Mana kelinimiz Asalbonuni ham tug'ilgan kuni. Kelin deyish o'zi noqulay. Hech kelin demaymiz-da o'zi. Kelin demaganman. Hozir kelin deb gapirsam qiziqlilar. Balamni ham tug'ilgan kuni yuzlarga kirsin. Balalarning boshi sog' salomat bo'lsin. O'g'lim bilan qo'shganimni qo'sha qaraver balam. Hammalaringga kattaga rahmat. Sizlarga ham rahmat balam. Omadlaringiz. Sizlarga rahmat. Kattaga rahmat albatta. Avvalo sizlarga rahmat aytamiz. Mana shunday farzandlarni mehr-oqibatli qilib tarbiyalagansiz. Qolaversa farzandlarga ham rahmat aytamiz. Farzandlardan qaysin har kimga nasib etsin mana shunday e'tibor topishlik, e'zoz topishlik albatta rahmat eshitish har kimga nasib etsin ilohim. Yana bir bor tabriklaymiz bugungi bayram. Xursandchilik kun barchaga muborak bo'lsin. Ana endi bir chiroyli esdalik uchun foto suratga taklif qilmoqchiman. Mana shu yerda yaqinlarni farzandlar bilan birgalikda marhamat mana shunday bugungi bayram albatta munosabati bilan chiroyli raqsga taklif qilmoqchiman. Mana shu yerda barcha yaqinlarni marhamat sizlar uchun albatta taronalar. Ana marhamat. Onajonlarimizni raqsga taklif qilamiz. Kelinglar marhamat. Mana Nasıl uzun gel, iş kanaysa
ey apar. Kadamın basıp dağına dağına geldi yerinden tamamı. Çalamam sen için gitara. Hamara hamara hamara. Kadamın basıp dağına